Bu ko'rib turgan joylaring qaranglar, огород kattaligini. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bu kvartira ekan, yer uy emas, kvartira. Bu qaranglar, kvartiramiz 4 qavatli domda, birinchi qavatida 4 xonali. Remontlari zo'r, yashaydigan, sredniy yashaydigan holatda. Undan tashqari bu огородini qaranglar. Egalar 9 sutiy deyishyapti. Bitta kelib, o'lchab, tekshirib ko'rishlari mumkin. 9 sutiyga yaqin deyishyapti. Xo'p, undan tashqari bu yerda o'ri, gilos, shoptoli, olma, uzum sortalarini qilib bergan ekan. Uzumni ba'da yong'oq, yana o'ri, va gullar. Ular uyimiz aylanchasiga dom bor-ku, aylanchasiga ponni огород bilan o'ralgan ekan. Kvartiramiz juda ham zo'r. Remontlar yashaydigan holatda. Narxini eshitib turing, narxini oxirida aytib o'tamiz lokatsiyasi bilan. Xo'p, kvartiramizga kiraverishda bitta hol, bitta devorni buzib tashalgan ekan. Ponni katta koridor qilib bergan ekan kvartiramiz. Osib tashalgan ekan, koridor qilib. Ba'd oldin kuxnya bo'lgan. Kuxnyani olib detskiy qilib bergan ekan. Shuni akfa bilan to'sib olsalar, detskiy xona bo'lib qoladi. Mana shu ish qolgan ekan xolos. Kvartiramiz 4 xonali. Remontlari zo'r, yashab turilgan xonadon. Bu tarafimiz spalniy. Spalniy remonti ham zo'r ekan, yashaydigan tayyor. Bu tarafimiz oshxona, kuxnya. Bu taraf kuxnya, bu taraf oshxona, ovqatlanadigan joy. Bemalol 2 ta oila yashayveradi bu kvartirada. Bemalol maza qilib 2 ta oila bemalol yashab, огородdan foydalanib. Bu yerda detskiy mana basenlarni ham qilib berishgan ekan, deganlarcha qiziqishar ekan. Sanuzelda basen qilib berishgan ekan. Remontlari zo'r. Narxini $52,000 tushib beriladi. Narx aytishyapti xolos. Tushib beriladi. Bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. To'liq lokatsiyamiz Kirgili Pelikanda. Kirgili Pelikan 29-maktab bilan Oblastnoy Banisani o'rtasida joylashgan ekan. To'liq lokatsiyasi. Bu tomonda ham yana bitta detskiy xonamiz. Remontlari yaxshi, bu yerga pechka qilib berishgan ekan. Pechkalari bor ekan, gazga o'lchang, gazga moslangan. Огород. Bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. Narxi $52,000 tushib beriladi.